Assalomu alaykum. O'tgan safargi tashlagan misollarimiz bo'yicha mashqlarni boshlaymiz. Xo'sh, bu ikkinchi dars bo'lgani uchun kelinglar bu yerda lesson 2 degan Python fayl ochib olamiz va boshlaymiz. Birinchi misol 125 va 375 sonlarini qo'shing. Biz o'tgan darsda ko'rib chiqqandek print funksiyasi bor. Ya'ni buning ichiga qandaydir amal yo nimadir bersangiz, tekst yoki son yoki qandaydir bool tipidagi true yoki false qaytaradigan amal o'shani bizga aniq qilib beradi, ko'rsatib beradi mana ekranda. Xo'sh, 125 va 375 ni ham oddiy qilib 125 minus 375 qilib run bossak natijani ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, bu ham bo'ladi. Lekin bu qandaydir noqulay usul, ya'ni qulay bo'lmagan har safar sonni yozib qo'yish. Kelinglar buni boshqacharoq usulda ko'rib chiqamiz. Masalan, har qanday ikkita sonni berganda uni qo'shib javobini chiqarib beradigan bir kichikroq bir dastur ishlab chiqamiz. Ya'ni ishga tushirganda ikkita sonni bizdan so'rab oladi, int tipida bo'ladi va o'sha ikkita biz kiritgan int tipidagi sonlarni qo'shib javobni ekranga chiqarib bersin. Buni sharhga olib qo'yamiz. Bu sharh yoki izoh deyiladi. Ya'ni rishatka belgisi qo'yildimi, kodni oldiga paycharim, ya'ni qaysidir muhit, umuman olganda Python buni sharh, ya'ni izoh deb oladida buni ko'rmasdan o'tib ketadi. Ya'ni biz ertadan keyin kodlarni ko'p yozsak, qaytib kelib bu kod nima qilishini tezroq bilib olish uchun shunaqa izoh qo'yib ketsak bo'ladi. Masalan, bu oddiy hozir buni ham ishlatib ketamiz. Buning uchun bizga ikkita o'zgaruvchi e'lon qilib olaylik. Number1 qanday bo'lsin? Int tipida bo'lsin. Input bu number one. Bu nima? Number1 degan o'zgaruvchini e'lon qildik va uni int tipida, ya'ni butun son, qandaydir 2.5, 102.18 sonlar emas, butun son, aniq son. 80, 90, 100, 1, 2, 3 va hokazo. Butun son bo'lsin dedik va input o'shanaqa butun sonlarni ekrandan foydalanuvchidan kiritishini so'rab ol deyapmiz. Number1 shunchaki qaysi o'zgaruvchiga sonni kiritayotgani, ya'ni stringda berib ketdik bu funksiyaning ichiga. Hozir ishlaganda bizga number1 teng deyiladi. O'sha number1 teng degandan keyin o'sha number1 ga biz o'zgaruvchi kiritishimiz kerak. Xo'sh, number2 bu ham xuddi biz ikkita o'zgaruvchini e'lon qildik. Endi print ikkita o'zgaruvchini qo'shib chiqaryapmiz va undan oldin bizda oddiy qo'shib chiqarib qo'ymasinda, masalan, javob deb barobar qilib qausida mana bu amalni kiritaylik. Mana bu f nima? Bu f ni olib qo'ysak va joyiga qaytarsak o'zgarishni ko'ryapsiz. Ya'ni f bersak biz stringni ichida mana bunday jingalak qauslar ichida qandaydir amallarni bajarib ketamiz. Ya'ni katta, kichik, qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, qoldiqli bo'lish va hokazo. O'sha amallarni bajarib string bilan chiqarib beradi. Hozir ko'ramiz. 125 va 375 edi. Endi bizga farq yo'q, endi xohlagan sonni olaveraylik. Ko'rib turgan
ekandik. Javob 579. Xo'sh, bu endi kod avtomatlashgan desak bo'ladi. Ya'ni biz mana bu yerga kod yozadigan muhitga qaysidir sonni qo'shish kerakligini kiritib o'tirmaymizda. Dastur ishga tushganda aynan shu sonlarni kiritib javobini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu jihat IT, ya'ni dasturlashning asosiy omillaridan biri. Ya'ni siz bir ishni qilishdan oldin keyingi qadamlarni ham inobatga olib, kodlarni avtomatlashtirib, ixchamroq qilib chiqishingiz kerak. Endi bu kodni yozib qo'ydingiz, oradan qanchadir yillarmi, qanchadir oylar o'tdi-da va bu kodni kelib nima ekanligini, nima bajarilishini masalan tushunmayapsiz. Endi bu oddiyroq tushunish qulay. Misol uchun, siz bu yerga qo'shib berish dasturi deb sharh qilib faylni saqlab ketadigan bo'lsangiz, keyinchalik kelib kodni ko'rganda, bu qo'shib berish dasturi ekan deb eslashingiz osonroq bo'ladi. Keyingi misol, ayrish, ya'ni 980 ni 675 ni ayrish. Xuddi shu dasturni ayrish uchun mana bu yerga minus qo'yamiz, tamom. 980 va 675. Javob 305. Mana bu yerda agar biz hozir print ichiga son yozganimizda mana bu 980 va 675 sonlarni ayirmasini qilib yozib o'tirardik. Va bu optimal usul emas. Aytib o'tganimizdek, 45 ni 9 ga ko'paytiring. Ko'paytirish uchun ham mana bu yerda yulduzcha belgisini qo'yamiz va yulduzcha ko'paytiruv amalini bajaraveradi. 45 ni 9 ga 45 9. Javob 405. Va ko'paytirish amali bizda, ya'ni Python dasturlash tilida yulduzcha bilan belgilanadi. 640 ni 8 ga bo'ling. Shu bo'lish amali mana bunday chiziq, ya'ni qiyaroq. Bu oddiy o'zimizdagi bo'luv amali qanday ishlaydigan bo'lsa, shunday ishlaydi. 640 ni 80 ga. 8 ga ekan. 8.0, ya'ni qoldig'i yo'q, butun son chiqdi deyapti. Keyingisi 500 ni 7 ga bo'lgandagi butun qismini oling va mana bu yerda misolni soddaroq qilib, qanday butun qismini olish, qanday amal bo'lishini ham kiritib o'tib ketganmiz. Soddaroq bo'lish uchun. Xo'sh, butun qismini olish. Misol uchun ko'raylik, 10 ni 4 ga bo'lgandagi 11 ni 4 ga bo'lgandagi butun qismi. 11 ni 4 ga bo'lgandagi butun qismi. Nechiga teng? Okey. 2 ga teng. Shuni ko'rib chiqamiz. 11 4. Bizda 2 javob. Endi shu yerda keyingi masalalarda keladi. Mana 500 ni 7 ga bo'lgandagi qoldig'i foiz. Endi 11 ni 4 ga bo'lgandagi qoldig'ini hisoblamoqchi bo'lsak, qoldiq 3 ga teng va buni hisoblash uchun protsent belgisi, ya'ni foiz 11 4. Javob 3. Qoldig'ini olib beradi. Ya'ni qiya chiziq bitta bo'ladigan bo'lsa oddiy bo'lish, ikkita bo'ladigan bo'lsa bo'lib turib butun qismini olib beradi. Agar protsent bo'ladigan bo'lsa, bo'lib turib bizga qoldig'ini qaytaradi. Ikkita yulduzcha bor, bu darajani hisoblaydi. Endi mana bularni o'zingiz qo'yasiz. Men kichikroq son qilib, oddiyroq hisob-kitobga aniqroq bo'lish uchun olib ketdim. 12 ni 3-darajasiga oshiring. Daraja ikkita yulduzcha. Ya'ni bu nima degani? Biz number 1 o'zgaruvchiga qiymat berganimizda, number 1 o'zgaruvchining number 2 o'zgaruvchiga bersak son,
Masalan 5 va 2 ni beradigan bo'lsak, 5 ning ikkinchi darajasini hisoblab chiqarib beradi. Va agar number 2 ga 3 ni beradigan bo'lsak, 5 ning 3-chi darajasini hisoblab chiqarib beradi. Ya'ni birinchi kiritgan o'zgaruvchi ning darajasini ikkinchi kiritgan o'zgaruvchi o'ziga oladi. Mana bu yerda ko'rib chiqamiz. Masalan 2 ning 5-chisi. Okey, 32. 500 ning bu yerda 12 ning 3-darajasi debdi. 12 ning 3-darajasi. 1728. 81 ning kvadrat ildizini toping. 0.5. Ya'ni darajasida 0.5 qiladigan bo'lsak, ya'ni oddiy ildiz ostida qandaydir son deyiladi. O'zi ildizni ham boshqacharoq ko'rinishida biz ifodalaydigan bo'lsak, o'sha ildiz masalan ildiz ostida 4 bo'ladigan bo'lsa, 4 ning darajasida 1/2 yoki 4 ning darajasida 0.5 qilib kelsak bo'ladi. Aynan shu. Va bu yerga ham bizga shunday deyapti, ya'ni 81 ning buning uchun ishga tushiramiz. 81 va 0.5. Voy, xato. Nimaga xato? Agar kim o'tgan darsni yaxshi ko'rib chiqqan bo'lsa, shu xatoni topa oladi. Katta ehtimol bilan. Nimaga xato? Biz number 2 o'zgaruvchiga int tipidagi sonni so'rab olishini aytganmiz mana bu yerda. Va bu har qanday kiritgan son butun bo'lishi kerak. Qanaqadir 2.5 bo'lmasligi kerak. Buni qanday yechamiz bo'ladigan bo'lsa, bizga float tipi, ya'ni float barcha, ya'ni biz qanday son kiritsak ham o'ziga olaveradi. Ya'ni butun bo'lgan sonni ham, butun bo'lmagan sonni ham. 81 ning 0.5-chisi. Javob 9 chiqishi kerak. 9 0. 9-savolga keldik. Xo'sh, 9-savolda 9 va 10-savolga birdaniga qarab ketaylik. Masalan, biz faqat 9-savol uchun javobini chiqarish uchun kod yozmaylikda, bir yo'la keyingilariga ham o'sha biz yozgan koddan salani o'zgartiraylikda, o'shan bilan ishlab keta olaylik. Biz o'shanda ham vaqtdan yutkazamiz, ham o'zimizga osonroq bo'ladi. Ya'ni IT dasturlash har doim qiyin ish emas. Ya'ni siz bir muammoga qadamma-qadam tizimli, osonroq yechim bera olishingiz, ya'ni optimalroq yechim bera olish. Aynan shu. Biz faqat 9 uchun, misol uchun bu yerda ko'rib chiqaylikda. Mana bu yerni izohga olib turaylik. 45 plus 30 va ko'paygan, bizga ko'paygan ildiz 2. Bu javobni chiqarib beradi. 150. Va biz keyingi misollarni ham shunday print ichiga yozib ketishimiz qandaydir javobni olamiz, ya'ni biz kodni ichida amal qayta bajaryapmiz bir amalni. Bu to'g'ri emas. Ya'ni qaysidir ma'noda optimal usul emas. Optimal usul bo'lish uchun nima qilamiz? Har bir qaus ichidagi va qausdan tashqari, ya'ni ifodada nechta son qatnashayotgan bo'lsa, ularni alohida o'zgaruvchilarga olamiz. Mana bu yerda number 1 va number 2 degan o'zgaruvchilarni oldik-ku. Ana shunday. Uning uchun bularni izohdan chiqaramiz va Ctrl D ni bossak pastga tushadi.
va buni number 3 o'zgaruvchiga qilib qo'yamiz. Ana endi bu printni nima qilamiz? Aynan shu o'zgaruvchilarni bu yerga yozib chiqamiz. Number 2, number 3. Bir yuz ellik javobi chiqqandi. Endi necha javob chiqqan? 45, 45, 30 va 2. 150. Boyagi bilan bir xil. Bu dasturda qulaylik tomoni yana bu dasturni ishga tushirib, mana bu number 1, number 2 o'zgaruvchilariga xohlagan soningizni berib natijani ko'rishingiz mumkin. Biz kodga har safar o'zgartirish kiritmaymizda, dasturni ishga tushirib, qolgan jihatlarini ham hisoblab olishingiz mumkin. Aynan ustunlik shu tomonda. Keyingisiga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda endi biz oldingi yozgan kodimizni ozroq o'zgartiramiz. Ya'ni qavs-chini minus qilamiz, qavsdan tashqaridagini bo'luv qilamiz. Bo'luv bizda oddiy edi. Mana bu esa ayru 120, 40, 120, 40 va 4. Bizga javob 20 chiqdi. Xo'sh, buni ham print ichiga yozib ketsak bo'lardi, lekin bundan ko'ra bu usul ancha yaxshi. 11 ni ham va yana bitta number 4 o'zgaruvchini qo'shib amalni o'zgartiramiz. Bitirdi. Bu yerda shu qavs-chida yo'q. Xuddi shu ifoda, ya'ni birinchi qavsni ichi plus, keyingisi qavs ichi minus va o'rta ko'paytiruv. 20, 15, 10 va 5. 175 javob. Va keyingi uchun ham birinchi qavsni ichini, ya'ni butun qismini chiroyliroq qilib qo'yamiz. Butun qismini olish va o'rta plus va keyingisi qoldiqni olish. Ya'ni birinchi qavsdan chiqqan butun qismi bo'ladi, ikkinchi qavsdan chiqqan qoldiq qismi va ikkalasini yig'indisini bizga qaytarib beradi. Ishga tushiramiz. 100, 7, 100, yana 7, 16. Keling bu yerda har bir qavs ichida qanday javob qaytayotganini ham ko'rib chiqaylik. Buning uchun albatta print funksiyasidan foydalanamiz. Ctrl S. Bu yerga farqlab turish uchun masalan look 1 deylik. Endi xayolga shu keldi. Ctrl D deylikda
2 qilib o'ziga uchun qo'yib ketaylik. 107 107. Ya'ni birinchi havsimizni ichi 14. Ya'ni 107 ga bo'lgandagi butun qismi 14. 14 chiqdi. Mana bu 14. Mana bu printning ichidan. Ya'ni look bar deb chiqyapti print ichi. Keyingisi mana bu esa aynan mana bu print. Ikkinchi print funksiyasi qaytarayotgan javob. Bu qoldiqni olib beryapti. Ya'ni 100 ni 7 ga bo'lsak necha qoldiq qoladi? Ya'ni 100 ni 7 ga bo'lsak 14,2 ekan va bizga butun qismi bu, qoldiq qismi bu. Aynan shu butun va qoldiq qismlarini qo'shib ekranga chiqarib berdim. Keyingisi daraja, ya'ni birinchi qavsning ichi ham daraja bo'ladi, ikkinchi qavsning ichi ham daraja va o'rta ayruv. Okay. Buni kodda men hamma kodni o'zim yozib bersam bo'lmaydi. Ya'ni tayyor kod, shu yerga o'zgartirish kiritib natijani ko'rishingiz mumkin. 14 birinchi qavsni, ya'ni kelinglar bir 14 ni ko'ramiz. Mana bular izohda qo'shuv daraja. O'rta qo'shuv, keyin daraja. Darajasi 2 va minus number 4. Darajaligini xo'sh, buni number 3, ya'ni darajaga ko'paytirilgan 2 sonni biz number 3 deb olyapmiz-da. 15 5 2 15 5 2 10 30. 30. Endi aynan bu misolni print ichiga qo'yib ham javobini ko'rsak bo'ladi. Ikki va 10, 15 5 ko'paygan 2 minus 10 30. Mana bu yerda esa 15 natija chiqdi. Deyarli 2 marta kam. Nimaga bunday? 5 ni 2 ga ko'paytiramiz. 10 qo'shamiz 25. 25 dan 10 ni ayirib tashlaymiz. 15 natija chiqishi kerak print ichi. To'g'ri. Keyingisi hisoblaymiz. Birinchi biz number ga 15 kiritdik, number 2 ga 5, number 3 ga mana bu yerda biz ko'paytiruv emas, daraja. Ya'ni ikkita yulduzcha qo'yib 15 5 2 2 va 10. Natijalar endi bir xil. Shunaqa xatoliklar ham bo'lib turadi. Keyingisida mana bu amal, ya'ni bitta number 4 o'zgaruvchini sharhga qo'yib, qolganini mana bu yerda qilsak bo'ladi. Number 3 va mana bu ikkita yulduzcha daraja. Sakkiz ikki besh
12 daraja. 12. Endi buni uzoqcha qo'yaylik. Print qilib bizda mana bu bajarilib ketib qolyapti. Bizda so'ramaslik kerak, chunki sonlarni print ichiga berib yubordik. 12 natija. Nima yozgan bo'lamiz? To'g'ri. 7 ning 4-darajasini toping. So'ng 100 dan ayiring. Buni nima qilamiz? 7 ning 4-darajasi, ya'ni 7 son kiritamiz, keyin uni 4-darajasi, 4-nechinchi darajasi ekanligini kiritamiz va 100 dan ayiring. Ya'ni bizda bu yerga 3 ta o'zgaruvchi kerak bo'ladi. 3 ta o'zgaruvchini uzoqdan chiqaramiz va 7 ning darajasini toping. Nima qilamiz? Mana bu yerga number 1 o'zgaruvchi va number 2 uning darajasini ifodalaydigan bo'lsin. Va so'ngra 100 dan ayiring. 100 dan ayiring bo'ladigan bo'lsa, mana bu kerak emas. Number 3 bizda 100 kiritamiz. Ya'ni birinchi songa 100, chunki 100 dan ayiryapmiz. Nechining? 8 ning yo'q, 7 ning chalkashib ketyapman. 7 ning nechinchi darajasi? 4-darajasini. Mana bunday son qaytadi. Endi 7 ning 4-darajasi. Kelinglar endi maydalab ko'rib chiqamiz. Print 7 ning nechinchi? 4-darajasini chiqaramiz. 2401. So'ngra 100 dan ayiring. Okey, 1000 dan ayiring. Bizda demak minusli chiqmaydi. 1000 dan ekan. O'zim hayron qoldim, minusli masala yo'q edi orasida. 1000 kiritamiz va 7 ning 4-darajasi, 7 ning 4-darajasi. Endi print ichida ko'rishingiz mumkin buni. Print 1000 dan ayiramiz. 7 ning 4-darajasini. 1401. 1401. Narigi usulda qandaydir kompleks sonlar o'tib ketib qoldi. Menimcha Pythonning versiyasidan. Xo'sh, 200 ni 9 ga bo'lgandagi butun qismini toping, qoldig'ini toping. 200 ni 9 ga bo'lgandagi print ichiga qo'yamiz. Masalan, 200 ni 9 ga bo'lganda va print qoldig'ini topishimiz uchun procent belgisi. Natija chiqdi. Endi men darhol ko'rish uchun qo'ydim. Siz mana bu yerda ikkita o'zgaruvchini uzoqdan chiqarib va print ichiga number 1 qo'yib, mana bu yerga number 2, mana bu yerga number 1, mana bu yerga number 2 qo'yib, number 1 o'zgaruvchiga 200 ni ekrandan 200 bo'lishi kerak. Number 2 o'zgaruvchiga 9 ni
qo'ysangiz aynan shu natijani olasiz. Bu yog'i sizlarga. Endi mana bu natija. Mana buniyam xuddi boyagidek 4 ta o'zgaruvchi va uni ichiga. Mana buni agar xohlasalaring print ichiga tiqinglar, agar xohlasalaring kodda yozinglar. Endi mana shu uzun misolni kelinglar bir kodda yozib ko'ramiz. Avval buni kod yozishdan oldin tahlil qilaylik. Shu misolni biz natijasini ko'rishimiz kerak. Aynan shu misol deylik. Qanaqadir sonlar kiritilmaydi. Ko'ramiz, bu yerda 2 soni nechta? 2 soni bir marta qatnashgan. 5 soni. 5 soni ham bir marta. 3 soni. 3 marta 10. Ya'ni aynan shu amalni o'zgaruvchilar e'lon qilib bajarish uchun har bitta mana bu yerdagi songa alohida o'zgaruvchi ochib o'tirmaymizda. Masalan, 2 degan o'zgaruvchi uchun va 5 degan o'zgaruvchi va 3 degan, ya'ni necha xil raqam qatnashsa o'shancha o'zgaruvchini e'lon qilishimiz kerak. Aynan shu optimalroq usul. Ya'ni biz faqat xususiy hol aynan shu uchun misol bajaramiz. Ya'ni bizga nechta o'zgaruvchi kerak? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Xo'sh, boyagidek 4 ta mana bu yerdagilarni chiqaramiz izohdan. Va bizga nima kerak? Endi print qilmasdan so'ng yig'indi o'zgaruvchi e'lon qilib bu yerga aynan shu ifodani Ctrl+S, Ctrl+V qilaylikda. Buni xo'sh, nimaga bizga o'qib olmayapti? Number 1. Nimaga number 1 ni tanimadi? Copy paste qilganimizda mana bu yerdagi ayru 5 ni number 2 o'zgaruvchiga olamiz. Va 3lar number 3 ta bo'lsin. Number 3 ning number 3-darajasi. Va 10 ni number 4 va 3 ni biz number 3 qilib belgiladik. Shuning uchun number 3. 10 degani number 4 и number 3. 3 number 3. Xo'sh. Bundan ko'raylik. Biz birinchi number 1 ga 2 ni, number 2 ga 5 ni, number 3 ga 3 ni va number 4 ga 10 o'zgaruvchini biriktirar ekanmiz. 2 5 2 5 3 10. 3 va 10. Natija chiqmadi chunki biz o'zgaruvchiga kiritdikda va print funksiyasini bermadik. 2 5 3 10. 57. Endi uchini ko'rib qo'yaylik. 2 5 3 2 5 3 10.
57-57. Ya'ni biz bu yerdan son kirityapmiz. Mana bu yerdagi bilan to'g'ri. Mana bu yerdagi o'zini print ichiga qo'ydik. Bu ham to'g'ri. Darsliklar YouTube kanalimda joylab boriladi. Videoning tagida izohda qaysi kanalga misollar tashlashlik haqida bor. Ya'ni shu kanalga o'tib, har bir mavzu bo'yicha misollarni bemalol ko'rishingiz mumkin va mana bu yerdagi misolni PDF tashlab qo'yganman. Keyingi dars boshqa yangi mavzu o'tamiz va u bo'yicha ham misollar ko'rib chiqamiz. Ya'ni bir dars yangi mavzu, keyingi dars amaliy. Xayr, salomat bo'ling.